Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Ziyo Najmiy devonidan bir tomchi rubrikasi ostida berilayotgan video lavhalarimizni davom ettiramiz. Hozir devondagi 6-g'azalim bo'lmish So'zlasa deb nomlangan g'azalni e'tiboringizga o'qib bermoqchiman. Bu jahon kulgay kulib, yonimda dildor so'zlasa. Jilva qilg'ay, jilvayu, noz birla ul yor so'zlasa. Bog' aro, esmas sabo, barglar chiqarmas sas sado, andalib, etmas nido, ul ko'zi hummor so'zlasa. Bu jahon gung gullari, to'zgay hijolatdan o'zin, lablaridan bol tomib, ul guli ruxsor so'zlasa. Rashkdan ko'ksini pora, aylagay shirin anor, yonida yal yonib, ul yuzlari nor so'zlasa. Ne uchun kuymay muhabbat o'tida ahboblar, har zamon yorning ko'zi ishqini takror so'zlasa. Chirmashur jon rishtasi tandan chiqib, yor sochiga tarqatib, xush bo'ylarin ul zulfi tor so'zlasa. Bu ziyo qalbi nechun mavjlanmasin, dengiz kabi silkitib boshim malak ahliga sardor so'zlasa. 24-fevral 1991 yil.